Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Zakotga taalluqli bo'lgan masalalarni quyidagisi: zakotni nisobi necha xil bo'ladi degan savol bilan boshlanadi. Ya'ni nisob bu chegara, hudud, miqdor deb ma'no beriladi. Zakotni 3 xil nisobi bor. Ya'ni inson zakot berishligi yoki olishligiga taalluqli bo'lgan masalalar bobida zakotni 3 xilini zikr qilinadi. Bu nisob zakot beruvchiga ham, zakot oluvchiga ham taalluqli bo'lgan nisob. Bu nisobni zakot beradigan odam ham, zakot oladigan odam ham bilish kerak. Bu muhim nisob. Birinchisi, zakot berishlik vojib bo'lishligi uchun bo'lgan nisob. Zakot beradigan odam uchun miqdorini yetgan bo'lishligi vojib bo'ladigan nisob. Birinchisi. Ikkinchisi, zakot olmaslik uchun belgilangan nisob. Zakot oladigan bor, ololmaydigan odam bor. Zakot olmaslik uchun belgilangan nisob. Uchinchisi, talanishlikni, ya'ni tilanchilikni harom qilguvchi nisob. Bu ham nisobga bog'liq. Birinchisi shuki, birinchi nisobni belgilashda asli ehtiyoj deyiladi, ya'ni insonni o'zini ishlatib turgan, foydalanib turgan uyidagi mol-mulklari, ya'ni yashab turgan uyi, boqib turgan, ichib turgan o'sha sigiri bormi, minib turgan ot ulovi, mashinasi bormi, to'shab qo'ygan to'shaklari, bular hojati asliy hisoblanadi. Mana shulardan tashqari nomiy, ya'ni o'sib turuvchi mol-mulklar, bular haqiqiy birinchi nisobga kiradi, ya'ni zakot vojib bo'ladigan nisob. Bunga masalan kishini tillasi bo'lsin, kumushi bo'lsin yoki naqd pullari bo'lsin, yoki tijoratga tikkan puli bo'lsin, tijoratga olib qo'yilgan, olib sotishlik uchun olib qo'yilgan mahsulotlar bo'lsin, yoki ishlab chiqarishlik uchun, uni yasashlik uchun, biror bir narsani bunyod qilishlik uchun, yashashlik uchun olib qo'yilgan xom ashyolar bo'lsin. Mana bularni tijoriy mollar deyiladi. Bular ham shariatda zakot berishligi vojib bo'lgan holatlarga, ya'ni nisobga kiradi. Qachoniki bularning miqdori 85 gram tillani miqdoriga yetsa, xoh u pul ko'rinishida bo'lsin, xoh u tijoriy mol sifatida bo'lsin, yoki sotishlik uchun olib qo'yilgan mulk bo'lsin. Biror bir yerni sotib oldimi, biror bir olib sotiladigan oziq-ovqat mahsulotini sotib oldimi, har qanday tur sotishlik uchun olingan narsa boriki, uni qiymati agar 85 gram tillaga yetgan bo'lsa, u zakot berishligi vojib bo'lgan mol hisoblanadi. Ehtiyojdan tashqari, xoh u pul ko'rinishida bo'lsin, xoh u hisob raqamda bo'lsin, xoh u plastik kartochkada bo'lsin, xoh birovga berib qo'yilgan qarz bo'lsin, uni ham hisob qilinadi. Birovga berib qo'yilgan qarz ham qarz bergan odamning zimmasida bo'ladi. Bunga molik bo'ladi. Shu odam ana o'sha berilgan qarzini ham qo'shib zakotni hisoblaydi. Zakotning nisobini belgilashligini bitta qo'pol yo'li bir odam agar o'lib qolsa, uni nima moli bor edi, nima unga beriladi desa, shu savolga javob berilsa, o'sha mol uniki hisoblanadi. Masalan, bir odam vafot qilganda qarz olgan odamlar unga berarmidi? Omonat berilgan bo'lsa, buni olib kelib berarmidi? Buni qarzi bo'lsa, boshqalar to'lab berarmidi? O'sha o'lgan, hozir o'lsam mana nimam bor-u, qanday qarzlarim bor, kim mendan qarz degan savolga javob bo'lsa, shu odamning qo'lidagi mulki o'zini ehtiyojidan tashqari 85 gram tillani miqdoricha bo'lsa, u insonni zakot berishligi vojib bo'lgan nisobi hisoblanadi. Bu birinchi nisob ekan. Zakot berishga vojib bo'lgan nisob. Endi ikkinchisi, shunday nisobki, buni belgilashlikda nomiy mollar ham, nomiy bo'lmagan mollar ham hisob qilinadi. Ya'ni o'sib turuvchi mollar yuqorida aytib o'tilindi. Ya'ni o'sib turuvchiga pul qiymatida bo'lsin, tijoriy mollar bo'lsin, chorva hayvonlar bo'lsin, bular o'suvchi mol, riboviy mol deyiladi. Arab tilida riboviy mol, ya'ni o'sishlikka moyil bo'lgan mollar hisoblanadi. Tijoriy mollar, pul ko'rinishidagi yoki mol qo'ylar bo'lsin, bular ko'payishlikka moyil bo'lgan mollar bo'lgani uchun mana shular bu nomiy mollar hisoblanadi.
Endi nomiy bo'lmagan mollar bo'lsa, kishini tijorat maqsadida emas, balki farzandlari uchun olib qo'yilgan biror bir mulk. Masalan, bunga misol debdi, ota-onani o'z qizi uchun olib qo'yilgan seplari debdi. Bular nomiy bo'lmagan, ya'ni muzlatib qo'yilgan. Hali qiziga mulk qilib bermagan, yo o'zini mulk qilib ushab turmagan. Balki atab qo'yilgan. Bular bo'sh uylar, masalan, o'g'limga, bolamga deb olib qo'yilgan yerlar, mana bular nomiy bo'lmagan yerlar hisoblanadi yoki ijaraga berilmasdan, foydalanmasdan mulk qilib olib qo'yilgan, muzlatib qo'yilgan mollar. Yoki hech qachon iste'mol qilinmaydigan suvenirlar. Uyimizda shunaqa bir qimmatbaho suvenirlar bor, kerak bo'lsa $1000, $10,000 haligi qimmatbaho, haligi bir yodgorlik, o'sha qimmatbaho haligi nimalar bor odamlarning uyida. Ana o'sha narsalar ham nomiy bo'lmagan mollar hisoblanadi, asli ehtiyojdan tashqari deb qaralar ekan. Shunga ba'zi ulamolarimiz, mutaaxir olimlarimiz hattoki kishilarni uyidagi osib qo'yilgan qimmatbaho televizorlari debdi. Televizor insonning hojatini qoplaydigan narsalarning ichiga kirmas ekan. Bizni hattoki aytaylik, o'sha hech bo'lmaganda ko'rpa to'shagimiz ham o'rnini bosolmas ekan televizor. Chunki shunda bo'lib turgan narsa u mulk bo'lib turadi, lekin insonning hojatini qoplaydigan narsa emas, balki ortiqcha suvenirga o'xshagan mol deb qaralar ekan. Nima uchun bunga ehtiyojdan tashqari narsa deb qaraladi desa, bu ikkinchi turdagi nisob, bu zakot ololmaydigan odamning nisobi. Bu qanday desa, yuqoridagi birinchi nisob zakot vojib bo'lmagan, ya'ni qo'lida o'sishlikka moyil bo'lmagan mablag', pul yoki tijoriy mol, chorva hayvonlari bo'lmadi-yu, ikkinchi nisob, ya'ni qo'lida nimasi bor? Bola chaqasiga olib qo'ygan seplari bor, bo'sh turgan yerlari bor, o'zi yashab turgan uydan tashqari bekor yillab kirilmaydigan xonalari bor, yoki suvenirlari bor, televizorlari bor. Bu odam, mana shu ikkinchi turdagi odam zakot ololmaydi. Zakot berib bo'lmaydi bunaqa odamga. Bu inson ikkinchi nisobdagi bu turdagi odam zakot bera olmaydi ham, zakot ola olmaydi ham. Bu muhim. Juda ko'pchilik hozir mana shunda yanglishadi. Shu ikkinchisida juda ko'pchilik. Bu nisob hattoki zakot bera olmasa ham zimmasiga qurbonlik so'yishlik vojib bo'lgan odamlar hisoblanadi. Bir odamni qurbonlik so'yayotgan vaqtida yuqoridagi qo'lda mablag'i bo'lmaydi, zakot miqdoriga yetgan puli bo'lmaydi-yu, lekin uni hojati asliyadan tashqari bo'lgan 3 sidirg'a kiyimidan tashqari, o'zi yashab turgan xonasidan tashqari, ishlatib turgan, minib turgan molidan, mashinasidan tashqari bo'lgan xonalari-yu, kiyim-kechaklari-yu, ishlatib turgan idish tovog'idan tashqari bo'lgan, terib qo'yilgan shkafdagi idish tovoqlari ham o'sha qurbonlik so'yishlik uchun nisobiga yetsa, u so'yadi. Qurbonlik so'yadi. Bu ikkinchi nisob. Muhimmikan? Bu odam zakot ola olmaydi. Qo'lida agar 85 gram tilla naqd puli yoki tijoriy moli bo'lmasa ham, shu mulklarga hojati asliyadan tashqari bo'lgan, haliginday suvenirlari, boshqalari bor, xonalari bor, bola chaqasiga olib qo'ygan sep mebellari bor, boshqalari turibdi. Bu odamga zakot berib bo'lmaydi. Zakot berib bo'lmaydi. Ana endi uchinchisi bu tilanchilik qilishlik harom bo'lgan nisob. Bu nisob shuki, bir insonni shariatimizda tilanchilik deganda kunini o'tkazishlik uchun, jonini saqlab olishligi uchun kunlikka yetadigan miqdordagi dori-darmoni-yu yoki unga yetadigan oziq-ovqatni yetadigan darajadagi miqdordagi mablag'ni so'rashlikka shariatimiz izn beradi. Shu inson jonini omon saqlab qolishligi uchun unga shu kunini oziq-ovqati uchun yordam berishlik uchun infoq ihson qilsa bo'ladi deydi. U odam so'rasa ham bo'ladi, joiz. Lekin bundan ortiqchasini so'rashligi harom bo'ladi degan. Harom. Bir kunidan ortiqcha bir odam kunligidan tashqari bo'lgan mablag'ini so'rab turishligi harom hisoblanadi. Endi deydilar, bir inson harom kasb qilishlik uchun, bir masalan aroq sotayotgan odam, aroq sotayotgan yoki aroq chiqarayotgan odam
harom kasb bilan pul topyaptimi deydi. Shunga yordam bersangiz qanaqa gunohkor bo'lasiz? Haromiga sherik bo'lasizmi? Bir odam agar tilanchilikni o'ziga kasb qilib olgan bo'lsa, siz hattoki unga nafl bo'lgan xayr ihsonni qilsangiz ham uni haromiga sherik bo'lasiz deydi. Bu meni gapim emas, bu ulamolarning gapi. Uni haromiga sherik bo'lasiz. Hattoki sizni beriladigan sadaqati nafl ihsoningiz hatto shunchalik haromga sheriklik bo'ldimi? Endi zakot ham xuddi shunday deydi. Zakotni tilanchilikni kasb qilgan odamga berib bo'lmaydi. Uni haromiga sherik bo'lasiz agar deydilar. Ko'rdingizmi? Mana javob hozirgi kunda mana tilanchilarga bersak bo'ladimi degan savolga ularni bir bozorini kasod qilish emas, bu meni gapim emas, bu shariatni kishilarni o'rtasidagi zakot ibodati to'liq ado bo'lishlik uchun qonun hisoblanadi. Buni bilishligimiz kerak. Biz zakot berayotgan mulkimiz poklanishligi uchun, ibodatimiz haqiqiy ma'noda ibodat bo'lishligi uchun zakotni nisobini o'zi xolos yoki bu kishini o'ziga taalluqli emas. Masalada nima deyildi? Zakot olayotgan odamga ham taalluqli bo'lgan masala bor. Zakotimiz qabul bo'lishligi uchun uni biz osmonga qarab otmaymiz, suvga qarab oqizmaymiz. Uni kimga? Shaxslarga berishlik bilan, hatto masjidlarga ham berib bo'lmaydi. Muassasalarga berib bo'lmaydi. Ommatan ishlatiladigan yo'llarga yoki ko'priklarga ishlatib bo'lmaydi. Uni shaxsning mulki u. Alloh bergan bir boylikni shaxsga berdi, o'sha 40 ning ichida bir qismi qaysidir kambag'alning haqqi hisoblanadi. U kambag'al o'sha zakot olishlikka loyiq odam bo'lishi kerak. Harom xarish qilmaydigan, tilanchilik qilib kasb qilmagan odam bo'lishi kerak. Siz bergan o'sha zakot bilan uni ehtiyoji qonadigan haqiqiy uni joyiga tushsakina bu zakot bergan odamning keyin zakoti qabul bo'ladi. Shuning uchun mana bu nisob albatta hammamiz uchun darkor ekan. Ya'ni birinchisi zakot berishlik uchun bo'lgan, vojib bo'lgan nisob 85 gram tilla miqdoridagi bo'lgan mablag' tijoriy mollar bo'lsin, chorva hayvonlar bo'lsin, u tikib qo'yilgan pullarimiz xom ashyo sifatida bo'lsin. Ikkinchisi zakot ololmaydigan bo'lgan nisob. Zakot o'zi bera olmaydi. Tepada yuqorida aytganimizdek riboviy mollari yo'q, 85 gram tillaga ega bo'lgan tijoriy mollari ham yoki pul mablag'lari yo'q va shu bilan bir qatorda o'zini uyiga bo'lgan ishlatib turgan hojati asliyadan tashqari bo'lib turgan narsalari bor. Qimmatbaho suv indirlari bor, $1000, $2000 yoki ortiqcha bo'sh turgan uylari bor, xonalari bor, ortiqcha olib qo'ygan yeri bor. Mana bu narsalar hojati asliyadan tashqari bo'lib zakot olishlikka to'sqinlik qiladigan nisob hisoblanadi. Zakot ololmaydi. Uchinchisi tilanchilar. Ya'ni bir kundan ortiq tilanishlikka kasb qilib olgan tilanchiga zakot berishlik mumkin emas. Mumkin emas. Chunki oddiy ihson qilganingizda uni haromiga sherik bo'larmidingiz? Ana endi ustiga ustak zakotni ham xuddi shunday uni haromiga sherik bo'lgan holatga berilgan bo'ladi. Shuning uchun shariatimiz buni kasb qilganlarga, ya'ni tilanchilikni kasb qilganlarga zakot berishlikni taqiqlaydi. Albatta bu ilmlarni bir vaqtning o'zida o'rganib bo'lmaydi. Sekin-sekin inshaalloh yana baholi qudrat yetkazib boramiz. Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilib borishligimizda va ibodatlarimizni bilib amal qilishligimizda Alloh bizlarga tavfiq bersin. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Allohumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min hizyid dunya va azabil akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Rahmatika ya arhamar rahimin.